Onnasini yemsin, biz har qanaqa sog'lom raqobatga har doim tayyormiz. Hozir men aytadigan narxda shu ko'rsatadigan narsamni arzon beradigan odam bo'lsa, hatto bu $10 men o'sha odamdan o'zim sotib olaman. Shu kir mashinani yaqinda obzor qilib qo'ygandu. Bu kir mashinani 6 million, 7 million ham sotgan joylar bor. Eng arzon joyi 4 million 600 ming so'm sotayotdi. Bizda undan ham arzon qilib qo'ydi. Ko'rishingiz mumkin, 9 kilolik paragoy hamma narsasi bor. Vobshe arzon qo'yardi narxini $279 ga qo'ygan edi. Undan ham arzon qilib beramiz. Raqobat shunaqa narsa, arzon qilmasak bo'lmaydi. Hozirgi paytda 9 kilolik, 3 ta plyusli, invertor motor, elektron tablo, par funksiyasi, Hisense brendining navorotchunlik kir mashinasi mokriy asfalt rangda katta chegirma kanalda $261 dan sotsangiz bo'ladi. Sotuvchi bolalar nomeri opisaniyada, telefon qilib buyurtma bersanglar bo'ladi. O'zini kallasi bo'lmaganlar ham katta chegirma kanalini kopiya qilib chiqyapti, birga bir qilib. Bilaman bu narsalarni hammasi hype uchun qilyapti, like, prosmotr, kommentariya uchun, lekin katta chegirma kanaliga bu narsalar kerak emas. Bizga hype'ga qiziqmaymiz. Bizning asl maqsadimiz narx-navoni tushirish, narx-navoni arzon bo'lishi. Kimdir bizdan arzon qilsa, biz undan ham arzon qilib qo'yamiz. Bu videoni shunaqa sifatli kir mashinani nerealniy arzon narxda olish kerak bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.